tabiiy yaxna choy Lipton Malina. Lipton yaxna choyi hamma narsani o'zgartiradi. Nasiba Abdullayeva jamoasi, yarim final davom etamiz. Bizda navbatdagi ishtirokchi Diyora, ishtirokchi raqami 05. Yarim finalgacha yetib kelish men uchun ideal narsa edi. Umid qilmagandim, to'g'risi o'zimni eng yomoniga tayyorlagan edim. Diyoraxonni qoldirganimiz sababi meni nazarimda hali biz ko'rmagan imkoniyatlari juda ham ko'p. O'sha imkoniyatlar davom etishi kerak, rivojlanishi kerak deb hisoblayman. Men uchun eng hayajonli bosqich sirli ovoz bosqichi bo'lgandi. O'zi hech kim qayrilmasligiga ham tayyor bo'l deb o'zimga aytganman. La bohemia. Diyora Jafariy ovozi yuraklarimizni jizillatganki, hammamiz qayrildik. Ovozlariga hokim, imkoniyatlarni yaxshi biladigan, ovozni qayerga bursa ketadigan ijrochi. Hamma kuchlilar bu yerda, raqobat katta, shunga yarasha tayyorgarlik ko'rganman. Bundan buyog'ini faqatgina tomoshabinlar hal qilishadi. Meni orqamda juda katta auditoriyam, muxlislarim bor. Nafaqat O'zbekistondan, balki Erondan, Tojikistondan, Ozarbayjondan, Turkiyadan ham. Azizlar, mening jamoamdagi Diyoraxonga ovoz bering. Samarqand, albatta menga ovoz beringlar.
Tomoshabinlarimiz aytib o'tayotganlaridek Diyora Nasiba Abdullayeva jamoasi ishtirokchi raqami 05. Va biz hozir zaldagi tomoshabinlarimiz fikrlariga quloq tutdik siz bilan. Ularga yoqqan ko'rinadi. Endi esa ustozlarimizdan so'raymiz. Anvar Jo'rayev, marhamat. Judayam men gapirishga gap topib bera olmayman, chunki shunaqa ichiga kirib ketaman, shularni mazza qilib, shunaqa mazza qilyapman. Ha. Endi Diyoraxonni shu ko'rib kelganmiz ijrolarini, nomerlarini har doim biri-biridan professional darajada. Endi mana finalga kelib, polufinalga kelib judayam men bu endi milliy ashulalarimizdan judayam professional darajada shunaqa mo'jizaviy qilib ijro etdilar. Judayam super. Judayam super. Katta rahmat sizga, judayam saqar guruhi. Olqishlab qo'yamiz. Anvar Jo'rayev, katta rahmat fikrlaringiz uchun. Shohruxxon, marhamat. Ay. Yana bir bor sozandalarimizni postanovkalariga katta rahmat aytmoqchiman. Alohida postanovkaga gap qilish mumkin. Men nima deydi, birinchi ovozlarini eshitganimni o'zidayoq men mahliyo bo'lib qolganman. Ovozlarini ko'rmaganman, ovozlarini eshitganman xolos. Shunday yaxshi ko'rib qolganman, shu ovozni qaniydi meni komandam deb o'salar deb o'shanda orzu qildim. Lekin har yo'nalishda eshitdik, har xil yo'nalishda ovozlarni eshitdik. Men xohlardimki, siz bir konsert bersangiz, o'sha yerda biza birinchi qatorda sizni konsertlaringizni tomosha qilamiz. Ana yaxshi g'oya bu. Omad tilaymiz. Xolos. Katta rahmat sizga. Farruh Karimov, marhamat. Ali ismi jismiga monand deganda men raqamni aytyapman. 05. Faqat 0 ni olib tashardim. 5 baho. Faqat 5 baho. Naysigin ismiga monand deganimki, meni kichkina navaralarimdan birining ismi Diyoraxon. Shuning uchun Diyoraxon deganda men nima deyishim mumkin? Faqat nima deydi? Yaxshi gaplarni gapirgim keladi, lekin buni asosi bor. Mana endi men ham katta kishi bo'lib qoldim, voyaga yetdim. Bu gapni men ko'p gapiraman, dunyo kezdik. Ko'p gapiraman, bizni o'zbekistonlik ayollarga yetadigani yo'q. Mana namuna. Endi hali mana navbatdagi o'zbek qo'shiqchilik yoki o'zbek musiqasini durdonalaridan, shedevrlaridan biri. Ijrosini qarang. Bir nafis, noziklik, keyin bir qandaydir fayz bor. Kiyimlari ham o'zlariga yarashgan, harakatlari ham yarashgan, bir samimiy, organik holda ko'z tegmasin. Katta rahmat sizga. Farruh Karimov olqishlab qo'yamiz. Va voyaga yetganlar bilan tabriklab qo'yamiz qarcha chalib. Jamoa ustozi Nasiba Abdullayeva, marhamat. Diyora qizim, rahmat. O'ylaganimizdan ham ziyoda qilib ijro etdingiz. O'sha sizdan kutgan hamma narsalarni ko'rdim. Sizga omad tilayman. Siz ham finalga chiqishga ham munosibsiz, g'olib bo'lishga ham munosibsiz, katta sahnalarga ham munosibsiz. Shohruxxon chiroyli gap gapirdilar. Rostdan ham sizni katta bir san'atkor bo'lganingizni hammamizga ko'rishlik nasib qilsin. Sizni konsertlaringizda birinchi qatorlarda o'tirish, biletlar sotib olib. nasib qilsin. Umuman kamolingizni ko'rishni xohlayman. Kamolingizni ko'rish hammamizga nasib qilsin. Omad tilayman. Diyora qizim uchun ovozlaringizni beringlar, aziz tomoshabinlar. Katta rahmat sizga va agarda
siz ekran qarshisida voy Diyorani chiqishi o'tib ketdimi deb hozirgina kirib kelgan bo'lsangiz xavotir olmang, men qo'ldan kelgancha yordam qilaman. Ozgina qismini qaytadan tomosha qilishimiz mumkin. Diyora ishtirokchi raqami 05.